Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bizni kuzatayotgan obunachilarga bizni Batken oblasi Qadamjoy rayoni Xalimyan oila hukumati Chekalik oiladan navbatdagi o'choqlarimiz bitmadi bu. Rosa beliga, rosa o'rtasiga kelgan holati, hozir bir qator ishlarni ko'rsatib qo'yiladi degan maqsadda sizlarga tortib ko'rsatyapmiz. Birinchisiga mana mangal bo'ladi. Taylariga o'tinlarini qo'yib, tepasidan mana paqir turgan joyda mana chelak shashlik pishadi. Undan keyingisiga mana 100 litrlik o'chog'imiz, qozon, sho'rva. Mana 100 litrlik qozonda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ta teshigi bor, atrofida bunaqa arig'i bor, kanali. Yumurisi maydoncha ketadi. Mana bu ikkita teshigi bor, pechkani usti bo'ladi. Orqasida choy qaynaydi, oldida ovqat pishadi. Undan keyingisi kartoshka, sabzi, piyoz to'rg'isi ham bo'ladi. Non yopganda sevatini qo'yib, mayda non yopsa ham bo'ladi. Tutuni chekirib ketadigan tandir qo'ydan tutuni chiqib ketadi. Bunaqa g'ishlar kerak bo'lsa, bunaqa oq shoflar kerak bo'lsa 0755 39 14 00 telefon raqamiga telefon qilib WhatsApp orqali aloqaga chiqib so'rab bilishingiz mumkin.